Bu sizlarga va'da qilingan video emas. Chunki u videoni kecha suratga oldim va bunda o'zimda qoniqish bo'lmadi. Buni sabablarini izlash jarayonida prokrastinatsiya degan atamaga duch keldim va uni chuqurroq o'rganishga harakat qildim. Xo'p, prokrastinatsiya nima? Bu ishlarni keyinga qoldirish yoki kechiktirish. Masalan, siz YouTube blog olmoqchisiz, xuddi menga o'xshab 3 yildan beri iPhone sotib oldingiz, stabilizator sotib oldingiz, mikrofon oldingiz, shtativlar bor, chiroq bor, manzara bor, g'oya bor, hammasi bor, lekin videoga olishni boshlamaysiz. Aynan shu hodisa prokrastinatsiya deb ataladi. Buni birinchi bo'lib Perstil o'rgangan, u 800 ga yaqin talaba ustida 10 yildan ortiq tadqiqot o'tkazgan va talabalarning 95% ishlarni doim keyinga qoldirishini aniqlagan va buni prokrastinatsiya deb atagan. Prokrastinatsiyani kuchliroq formasi bor, bu samarali prokrastinatsiya. Prokrastinatsiya hozir qanday ro'y berishini ham ilmiy jarayonlarni, ilmiy asoslarini o'rganib chiqamiz. Xo'sh, prokrastinatsiya nimadan kelib chiqadi? Bizda ortiqcha dopamin ishlab chiqarilishidan kelib chiqadi. Ortiqcha dopamin qayerdan keladi? Bu jarayondan zavq olishdan keladi. Natijadan emas, jarayondan. Masalan, siz video olish asosiy maqsad YouTube'ga qo'yilgan video natijasidan bahramand bo'lmoqchisiz va dopamin olmoqchisiz, lekin siz iPhone sotib olasiz. iPhone sotib olganingizda o'zida dopamin ishlab chiqariladi. Keyin stabilizator olasiz. Yana dopamin. Stabilizatorni siz ochib ko'rasiz, ishlatib ko'rasiz, yana dopamin. Undan avval ancha vaqt uni o'rganasiz, qaysi stabilizator yaxshi, DJI Osmo 7 mi, 8 mi, 6 mi, qaysi biri yaxshiligini juda ko'p o'rganasiz va o'sha jarayonlarning har biridagi natijalardan sizda prokrastinatsiya yuzaga keladi. Xo'p, dopamin o'zi qanday ishlaydi? Bu bizda hayotga bo'lgan qiziqishni, maqsadlarga bo'lgan intilishni belgilab beradigan gormon. Agar biz maqsadning natijasini ko'rsak, dopamin ishlab chiqariladi va biz lazzatlanamiz. 1954-yilda Olds va Miller ismli neyrobiologlar kalamushlar ustida tadqiqot o'tkazgan. Ular kalamushlarning hammasida dopamin beruvchi organlarni olib tashlagan. Shunda kalamushlarda hayotga bo'lgan qiziqish so'nib qolgan. Ular yugurmagan, o'ynamagan, ovqatlanmagan, umuman harakatlanishdan voz kechgan va oxir oqibatda o'la boshlashgan. Shunda u olimlar o'layotgan kalamushlarga, misol uchun ahvoli og'ir kalamushlarning og'ziga shakar tomizishganda ularning kayfiyati, yurak urishi, hayotga bo'lgan qiziqishi ko'paygan. Demak, bizda shakardan keladigan dopamin bilan jarayondan olinadigan dopamin bir xil. Biz faqat shakar iste'molini cheklab, zararli ortiqcha dopaminni cheklay olmaymiz. Men o'zim bilan bo'lgan hodisada ham yuqorida aytganimdek, mikrofonni qancha tanladim, stabilizatorni qancha tanladim. Boshda iPhone 13 Pro oldim, yo'q bu yetishmaydi dedimda 15 Pro oldim va buni chek-chegarasi yo'q. Bunda qanday yechim bor? Biz o'zi vazifa bizga yoqadimi, yoqmaydimi, ishonchimiz qanchalikligini bilib olishimiz kerak. Demak, birinchi yoqimsiz vazifa bor. Yoqimsiz vazifa bu juda ham kuchli kechiktirishni sizga olib keladi. Siz har narsani bahona qilib bu vazifa yoqmagani uchun vazifani kechiktiraverasiz, lekin ich-ichingizdan vazifani yoqimsizligini tan olgingiz kelmaydi. Ikkinchisi, ishonchingiz pastligi. Bu o'zingizga ishonch past bo'lsa, vazifani juda ham oson, juda uzoqqa qoldirmaysiz, juda ham oson qoldirasiz. Ertaga qilaman, indinga qilaman kabi. Demak, endi yechimni ko'rib chiqadigan bo'lsak, James Clearning Atom odatlar kitobida bunga 2 daqiqa usuli bilan yechim berilgan. Masalan, siz videoga olmoqchisiz, 2 daqiqa ichida videoga olish uchun qilish mumkin bo'lgan minimal ishni amalga oshirasiz. Masalan, videoga olmaysiz, shunchaki telefoningizni kamerasini ochasiz. Bu birinchi. Keyin videoga olish knopkasini bosasiz va hokazo. Siz ishni muhimi boshlab olishingiz kerak. Kitob o'qishda sizda prokrastinatsiya bo'lsa, siz kitobni qo'lingizga olishingiz yetarli. Maqsadni men kitobni qo'limga olaman deb amalga oshirish kerak. Buni bitta James Clear o'quvchilaridan birini misolida ko'rsak, u ozishga harakat qilgan va zalga bora boshlagan. O'ziga maqsadni zalga borish deb qo'ygan. Zalga borgan, 5 daqiqa o'tirgan, qaytib kelgan. Zalga borgan, 5 daqiqa o'tirgan, qaytib kelgan. Va bir necha oydan so'ng balki ko'proq o'tirsamchi, balki ko'proq mashq qilsamchi degan o'yinga kelgan va bir necha yil ichida 50 kilogramm vazn tashlagan. Demak, bunda yechim siz 2 daqiqa ichida o'zingiz qilishingiz mumkin bo'lgan eng minimal ishni qilishingiz kerak. Menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Mana iPhone, mikrofon yoki stabilizatorlar ancha oylar oldin ham chang bosib yotuvdi. Bugun shunchaki videoga olishni xohladim va boshladim.
Sizlarda ham agar shunaqa prokrastinatsiya holati bo'lsa, izohlarda yozib qoldiringlar. Yana shunaqa foydali videolarni ko'rmoqchi bo'lsalaring kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr. Bo'ldi.